Ilya Topurya'ning tan olishicha, agar u kelasi hafta bosh qolgan UFC chempionligi uchun Charles Oliveirani mag'lub etsa ham, yengil vazn toifasida qolishi qisqa umr ko'radi. Charles Oliveira bilan jang unchalik uzoq davom etmaydi, ammo bu baribir muxlislar uchun quvonchli bo'ladi. Charles Oliveiraning ushbu barcha so'zlariga javobi: Bakudagi UFC turniriga kelgan Islam Makhachev yaqin orada navbatdagi jangi haqida katta xabar bo'lishini ma'lum qildi. Video davomida ushbu yangiliklar haqida batafsil bilib olamiz. Demak, biz boshladik. Topuria Pimblend va Sarukan bilan jang shartlarini aytdi. Xuddi shu narsa chempionlik uchun kurashni sportalayotgan divizionning birinchi raqamli da'vogar Arman Sarukanga ham tegishli. Uning gaplari: Albatta, Peddi yana bir jangda g'alaba qozonish kerak, chunki divizionda unvonga ko'proq loyiq bo'lgan boshqa da'vogarlar ham bor. Arman ham jangda g'alaba qozonish kerak. Unda chempionlik uchun kurash imkoniyati bor edi, lekin u jangdan chiqib ketdi. Nega? Buni bilmayman. Ilyaning so'zlariga ko'ra, u hali ham divizionni tark etgan Islam Makhachev bilan jangni kutmoqda va Jack Della'dan chempionlikni qo'lga kirita olsa, rossiyalik bilan jang o'tkazishga intiladi. To'g'risini aytsam, men Makhachevga qarshi jang qilmoqchi edim, chunki u yengil vaznda hammaga ustunlik qilgan yigit edi. Lekin oxir-oqibat men boshqalar nima qilishini nazorat qila olmayman. Men faqat nima qilayotganimni nazorat qila olaman. Men yuqoriga ko'tarilishni xohlardim. Bu vazn toifasida chempionlik uchun kurashmoqchi edim. Men shunday qilyapman. U ham yuqoriga ko'tarilishga qaror qildi. Ko'ramiz u yarim o'rta vaznda qanday jang qilishini. Agar u chempionlik kamarini qo'lga kiritsa va men yengil vazn toifasida chempion bo'lsam, balki men yuqoriga ko'tarilaman yoki u yengil vazn toifasiga qaytsa, keyin hamma ko'rishni istagan jangni ko'ramiz. Agar Islom yarim o'rta vazn toifasida chempion bo'lsa, men albatta u bilan jang qilardim va yarim o'rta vazn toifasida yuqoriga ko'tarilaman, dedi Ilya Las Vegasdagi ochiq mashg'ulot oldidan matbuot anjumanida. Topuria va Oliveira o'rtasidagi jang 28-iyun kuni UFC 317 da bo'lib o'tadi. Makhachev va Della Maddalena o'rtasidagi jang shu yilning oktyabr oyida bo'lib o'tishi haqida mishmishlar ham mavjud. Charles Oliveira bilan jang unchalik uzoq davom etmaydi, ammo bu baribir muxlislar uchun quvonchli bo'ladi, dedi Ilya Topuria. Uning gaplari: Bu tezkor shou bo'ladi, lekin chindan ham badiiy narsa, chunki jang birinchi daqiqalarda tugaydi. Sizga va'da beraman, bu sizga juda yoqadi. Topuria braziliyalikning kuchliroq zarbasi borligi haqidagi gapiga ham izoh berdi. Bu uning uchun juda sodda. Agar u chindan ham zarbasini kuchliroq deb hisoblasa, bu shunchaki kulgili fantaziya, dedi Ilya Topuria. Avvalroq har ikki jangchi ham jangni hakam qaroriga ko'ra o'tkazishni rejalashtirmaganini va nokaut evaziga g'alaba qozonish niyatida ekanligini ma'lum qilishgandi. Oliveira Ilyaga javob qaytardi. Uning gaplari: Oxir-oqibat bu chempionlik jangi va hozirda amaldagi chempion bor yo'qligi muhim emas. Bu kamar uchun jang va sen maydonga chiqib g'alaba qozonishing kerak. Ayniqsa Topuria atrofidagi shov-shuvlarni hisobga olganda, bu juda hayajonli. U hali mag'lub bo'lmagan. Bu esa jangni yanada qiziqarli qiladi. U menga men ko'rsatgan hurmatni ko'rsatmayapti. Nima uchunligini bilmayman. U juda ko'p gapiryapti, lekin yakunda hammasi 28-iyun kuni ma'lum bo'ladi. Hamma asl chempion kimligini biladi. Men g'alaba qozonaman. Bu allaqachon taqdirimda yozilgan, dedi Charles Oliveira. Rossiyalik jangchilarni qo'llab-quvvatlash uchun Bakudagi UFC turniriga kelgan Islam Makhachev yaqin orada navbatdagi jangi haqida katta xabar bo'lishligini ma'lum qildi. Uning gaplari: Hammaga salom, biz Ozarbayjondamiz. UFC Bakuda birinchi marta. Men esa Bakuda birinchi marta. Biz Tagir va barcha yigitlarni qo'llab-quvvatlash uchun keldik. Hammaga omad. Tez orada ko'rishguncha, tez orada katta yangiliklar bo'ladi, dedi rossiyalik ijtimoiy tarmoqda e'lon qilingan videoda. Ma'lumot uchun, chempionlik uchun kurash shu yilning oktyabr oyida Las Vegasda yoki Abu Dabida bo'lib o'tishi kutilmoqda. Do'stlar, bu yangi kanalda hozircha sizlarga roliklarni chiqarishda davom etib turamiz. Katta kanalimiz ma'lum sabablarga ko'ra bir haftalik tanaffusda. Ertangi roliklarda ko'rishguncha barchangizga xayr.